Mana ham oshna og'aynilarim aytdi. Elbek dedi, bir ikki so'm puling bo'lsa dedi, uy olsang zo'r bo'ladi. Ha, pulim bor dedim. Qanaqa uy olsam bo'ladi desam, yangi katlaman bo'lgan payti uy olsang dedi, o'sha payt arzon to'laysan, to'lovin dedi. Ha, zo'r ekan-ku dedim. Bir ikki so'm pul yig'ib qo'ydim. Bo'ldi, zo'r bo'pti dedim. Katlaman payti telefon qildim. Aka, kelavering dedi, uy bor dedi. Borsam, bir keng dalaga olib chiqib ketdi. Tikanzor bo'yotdi. Aka dedi, sizga 2-etajdan qilib beramiz mana dedi. Zo'r uy dedi. 2026-yili 5-choragiga bitadi. Mana shu uyni qilib beramiz aka sizga deb, havoni o'zini ko'rsatyapti menga. Bitta bulutcha turibdi. Aka, mana shu uy zo'r dedi. Mana shuni oling, siz kam bo'lmaysiz dedi. Akajon, hali katlama hech gap yo'q desam, siz olavering, ishingiz bilan boshlanish to'lavering, yaxshi bo'lib ketadi. Ketdim, yana telefon qilyapti. Aka, keling dedi, o'sha uyni sizga qilib beraman. Ha, 3-etajdan qilib beraman dedi. Shunday bordim. Yana o'sha yerda ko'rsatyapti, yana bitta bulutcha turibdi-da. Aka, oling dedi. Aka dedi, men qo'shni dedi, Qashqadaryodan, buni Samarqandlik dedi. Eng asosiysi aka dedi, bu domni dedi, damkomi zo'r odam dedi. Shunaqa mehribon, shunaqangi zo'r. Yo'q, domga damkom ham bor-da. Tasavvur qilyapsizlarmi?